Hürmetli vatandaş, bugün çislağa 2022 yıl 5. ayının 1. günü. Vaziyet ve muhakeme. Muşu çoğun mavzuğa esilip bakaylı, yakin muşu mavzu üstü bakaylı. Aralıkta vatandaşlar bilen dedik ki, hazır bütün dünya, garip dünyası, çünkü Rusya münasebeti tikilip kaldı dedik. Emniyet hazır sözlüğünümüzmüş o, neç gündün biri sözle vatkınmış, bulu vatka işmiş o. Andi bugün Latin kegende, çünkü Rusya'nın adacıda bulamdı bulup gitelemdi. Digen gepler oturup çıkıptı, lekin bir sual arlıqta bir qatam leksiyada sözlügen bulduk. Çünkü siladın yakova ketçerin Rusya'dın nimiş qayırılıp ketemeydi degen mavzularını silaga tapşırdık mı hakkımı kımıdık. Çünkü Rusya'dın nimiş qayırılıp ketemeydi. Nimiş dünya bilen düşmanlık yolun tallap alsalı dey ki, Amerika bilen karşılaşış yolun tallap alsalı dey ki, çünkü niçin Rusya'da ayrılıp ketemeydi. Niçin menfaat var vatandaşım? Gaz tarafı menfaati bir Rusya'da amsan 1 kilogram gaz bile var. 1 kilogram neft bilen neçe kop metre gaz ne Arabistan'da mekeleleydiğin zaman bu ende. Görürsünüz azı Xitay için etkan tömür yol Avrupa'ya çıkıp oldu. Deniz okyan katnaşır ravan eşkiminin toskıllığı kılvatkını yok. Üzet Canubu deniz vakasını peyda kılvatır tanışım. O mesele kaldı. Nefret gaz, tabi gaz baylık meseledir. Bunun bağlanıp kaldı Rusya'ya iktisadiyet digilim olmaydı. Rusya mı çünkü iktisadiyeti bağlanıp kaldı digilim olmaydı. Rusya'nın Avrupa ile münasebeti, iktisadi enerjiye meseledeki münasebeti çünkü ne çıkartılıp beş pişirdi vatandaş. Mışına ahvalda Xitay hükümeti nimiş ki Rusya'dan ayrılanmaydı. Belki ben hazır gep kısam, egzim neçip tahlil kısam silah atam etkan bayka. Konu zamandan gepler de mesele ondağı emas. Mesele bu mesele bek eğer mesele vatandaşım. Yaban eğer mesele tarih dışındağı da 4 çoğun devlet, 5 çoğun devletin oturısı meseleydi. Uygurustan meselesi. Hazır texim şundak. Sizler dikkat kılanlar biz ötken yıl 6. ayının 16. 6. ayının 14. günü Kreml Sarayı Amerika Koşmuş Ştatları CBS televizyası muhbiri, dağınık muhbiri Simon Apen Uygur diye meselini Kreml Sarayı'da Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in aldığı koyuvedi. O diplomatik revişte cevap verdi. O kaldı o. Deki 6. ayının 16. günü Cenev'de Prezident Joe Biden Prezident Vladimir Putin bilen görüştü. Ben şu vaxt tahlil kıldım. Uygurustan meselesi birinci oturuğa çıkıdı dedim. Oturuğa koyuldu dedim. Lekin matbuatlarda, internet torbetlerde ve başka yollarda Uygurustan meselesinin Cenev'de iki devlet Amerika Koşmuş Ştatları bilen Rusya Federasyası oturusda koyulğanlığından ibaret hiç kandak bişaret ve nişanı oturuğa çıkmadı. Biz şu vaxt nemi oyulduk deseniz, çoğun devlet Rusya. Amerika'ya herkes karıştıramaydı. Amerika'nın deginini kılıdı. Amerika ile bir septe turup, muazinetini, dünyanın tenpunluğunu, dünyanın saklap durdu. Degen mezmunda sözlügen idik. Bırak iş ondak bulup çıkmadı vatandaş bugün. İş ondak bulup çıkmadı. Bir yerde ondak bulup çıkmak allığı 2. ayının 24. günü Rusya Federasyası'nın Ukrayna'ya uruş ilan kılgalı. Ondan buruş 2. ayının 4. 5. günleri Rusya Federasyası Prezidentinin cüngüne kişilik olimpik murasim bilen yoklap gelişi, ziyaret gelişi. Şunun deyin ki 20 günlük günü Ukrayna'ya tecavüz kılış. Bugün maşan şimin, maşan akbarata karısan bir cümle koşuptu ne mi deydi desiniz? Hazır Rusya bilen çünkü işki oturup tüzülgen mahbi şartnamını icra kılış yolu öttüydü. Tak anlap bakmadım, mavzunu şunda koyuptu. Şu mahbi şartnamı burun tüzülgen mi ya ki bu kadar olimpik musabıkısı devirde tüzüldüm bunu birinin digil bulmaydı o vatandaşım. Xitayning ansiraydigini o'tirib ki özsünüz mü? Rusya Xitay o'tirisi Uyg'uriston meselesi.
Butirib o'zsingizmi Rus bilan Xitoy o'tirishga Uyg'uriston masalasi. Rus bilan Xitoy o'tirishga Uyg'uriston masalasi Xitoyni ehtiyotchan, xudiksiraydigan, Rossiyadan qo'rqadigan, Rossiya jungo munosabat to'g'risida olati plan ko'tarilmaydigan. Mushundaq masala sifatida Rossiyaga jungoni kaniydan tutib olgan gap vatandosh. Uning ustiga bu jungo degan bu davlatning mustaqil diplomatik siyosati yo'q. Bir kuni bu bilan eg'ib turayotgan gap. Ya'ni shu Rossiyani baqadil turayotgan gap vatandosh. Ishlar mushundaq bo'lgan bo'lsa, Rossiya hukumatini hozir kishilar nima uchun Ukrainaga tajovuz qildi deb o'tgan ishlarga so'zildi. Xudo qopqonga tushadi. Rossiyani Xudo qopqonga tushadi. Yaqinda bir masalan nima? Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov nima dedi? Atom. 3-ayning 26-kuni prezident Vladimir Putin o'zi nima dedi? Atom qurollari, yadro qurollari. Arloqda o'tirgan bir qatim chiqdi yadro qurollari. Shuningda qarasangiz bu xarakter jihatdan, sifat sapo jihatdan Rus millati va uning davlat rahbarlariga baho berish hozir o'ng'ayli bo'lib qoldi. Mushu kunda mushu dunyoda kichikgina bir davlat Ukrainaga atom qurollari, yadro qurollari ishlatman desam, atom yadro qurollarining dunyo xalqi, dunyo jamiyatiga elib kelgan ziyonlarini bilib tursam, mushunda vaqt ya'ni o'zing o'tirg'i chiqib atom yadro qurollarini popuza qilish va bir ajizlikning ishi deyman vatandosh. Cho'ng davlat, cho'ng sifat tutumam sani. Demak bu ajizlik deganga. Rossiyaning ajizligi, ana Avustin debdi o, Rossiya ajizlab ketdi, armiyaning endi putirib turalaydigan o'rni yo'q debdi. Bayonotchi davlat mudofaa bayonotchisi John Kirby nim debdi. Endi biz buni umid qilamiz, buni ikkinchisi qo'shnilarni besib olmaydigan yoki tajovuz qilmaydigan bir holatga keltirib qo'yamiz deb. Demak, bu yerda sizga bizga kerakki, Rossiya jungo munosabati nima bo'ladi? Bu ikki davlat o'rtasidagi tarixiy masalalar qachon o'rtaga chiqadi? Qanday shaklda o'rtaga chiqadi? Bu vaqtda O'rta Osiyoga yuzlangan bu siyosat, ya'ni Rossiyaning arxivlarini fosh qilish bilan O'rta Osiyoga yuzlangan bu siyosatda Uyg'uriston masalasining kelgusidagi taqdiri qanday bo'ladi yoki yaqinlar hozirgi zamondagi taqdiri qanday bo'ladi? Mushuni o'ylaymiz, mushuni so'zlaymiz, mushuninga diqqat qilamiz. Dal mushu kunlarda Rossiya jungo munosabati, Rossiya Ukraina urush munosabati mushuning qat'iqini fikrlab kirib so'zlashimizmi? Mushu nuqtada bir ish. Mushu nuqtada bir ilhomlantiruvchi bir omil yoki hal qilg'uch bir omil dunyoning mushu vaziyatida Uyg'urlar tarafga qarab eqib kelamdi, Uyg'urlarga yuzlanamdi. Hozir siz biz diqqat qildigan ishimiz mushada vatandoshlar. Oxirda beshi nim debdi, bir jungoga fursat qolmadi, hamda tanlash fursatimi yo'q deydi. Mayli Rossiya, mayli qaysi bir tarafda aytgan sana tanlash fursatimi yo'q deydi. Hamda jungo kompartiyasining halok bo'lishi uzun qolmadi deydi. Uzun qolmadi, bu halok bo'ladi dedi. Demak, bir qizib oldigan hech kim yo'q degan yerda vatandosh. Halok bo'ladi, halok bo'lishi uzun. Oxiri bu maqolning chiroyli bashariy asoslar bilan oxirina chiroyli tushirib, dal jungo kompartiyasining hozir holati. Endi hozir dunyo munda kelayotganda jungo kompartiyasidagi xudo, mushu millat, mushu davlat, mushu millat vatandosh. Barchilat xonimni Urumchiga chaqirdi. Ziyorat keldi 5-oy ichida. Dal mushu kunda anglasam radioda bo'lgan ko'rsam, Urumchi shahrida hozir virus ofati yamrabdi. Ko'rdingizmi? Endi virus ofatiga bahona deb Barchilat xonimni Uyg'urlarga yaqinlashtirmaydi degan gap. Mushu maqsadda virusni ko'tarib chiqib, virusni Urumchida virus yuqumligi o'tirg'i chiqdimi? Ushiqliqda ko'rdingiz. Shuni men bu yerda demoqchi bo'lganim, Rossiya va Ukraina munosabatida oxir bu maqolada boshdan oxir deganda Rossiya cho'qim mag'lub bo'ldi. Xulosa shuki, Rossiya Ukraina urushida Rossiya cho'qim mag'lub bo'ldi. Rossiyaning cho'qim mag'lub bo'lishi bilan tangla jungo kompartiyasi cho'qim halok bo'ladi. Cho'qim mag'lub bo'ldi. Saqlangani bo'lmaydi.
Rossiya nimani tanlaydi? Masalan, hozir bosib urishni chekindirib, askarlarni chekindirib, g'arb davlatlarida yaxshi bo'lib, Rossiyaning amaliy kuchini saqlab qolish, azroq bo'lsa amaliy kuchini saqlab qolish. Rossiyaning bu davlat sifatida dunyodagi o'rnini saqlab qolish. Jungo uchunchi sana ham yo'l yo'q. Halok bo'lishdan boshqa yo'l yo'q. Sana ham ikkinchi fursatmi yo'q. Maqolaning javhari mana mushadi ekan, hurmatli vatandoshlar. Salomat bo'linglar. Yana chunqur bo'lmadi bu tahlil. Chunki poket oz. Kichikkin yerdan bir pok chiqib qolsa, vaqtda o'chandek tahlil qildik vatandoshlar. Shunchalik bo'lsa anglab qo'yinglar. Rahmat, anglag'ininglar vatandoshlar.